Haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatamiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni ertalab 6:30 da boshlanadi bozor. Kunduzi 11 gacha bozor. Madamin akamning mahsulotlari. Va alaykum assalom. Nech pul deyapsiz aka buni? Bular 6,5 ming so'm. Ha. 2 yosh, 3 yoshlarga tushadi. 6,5 ming so'm ekan, 2 yosh, 3 yoshga tushar ekan. Bular 5-6 yoshga tushadi. Bular 5 yosh, 6 yoshga tushar ekan. Narxi nech pul? 10 ming so'm. Telefon nomeringiz necha aka? 91lik, Nomerlari 91lik 682, 682 78. 78. Necha xil rasvetkasi bor buni? Buni rangi ko'p, bir 7-8 xil rangi bor. Yaxshi. Buchi 7,5 ming so'mdan 7,5 ming so'mdan 7 xil sveti bor. 6-7 xil rangdagi nimasi bor ekan, rasvetkalari. Telefon nomerlari aytildi, 4 yoshlar atrofida ekan. Kelaverasizlar bolalar. O belyular nech pul deyapsiz aka mana shisini? 50 ming so'm. Bu 50 ming so'm razmeri. Pachkaga 47 ming so'm, donaga 50 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa? 48 dan 56 gacha ekan 5 talik. Bunisi-chi? Buni ham razmeri shunaqa, narxi 60 ming so'm donaga. Pachkaga 58 ming so'm. Bunisi? Bu ham bir xil. Bunisi bir xil ekan. Shuni boshqacha ranglaysiz ekan. Mayka nech pul? Mayka 10 ming so'm donaga, 9 ming pachkaga. 9 ming so'm pachkaga, donaga 10 ming so'm. Telefon nomeri? Telefon nomeringiz? 93lik 374 50-70 ga telefon qilaverasizlar. Maykani yonida choki yo'q ekan. Yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatamiz. Paypoqlaringiz nech pul aka? Eng arzoni nech puldan boshlanadi? 3 ming so'm mana shu. 3 ming so'm ekan. Pachkasida 10 ta bo'ladi, 30 ming so'm bo'ladi. 30 ming so'm bo'ladi. Agar qop olaman deb tursa, anita jeniskilarimiz bor 2800 so'mdan. Ha. Mana bularning qoplari. Mana. Bir qop olganga 2800 so'mdan. Telefon nomeringiz necha? 97 97lik 334 62 44. bo'ldi. Erkaklar paypog'i nech pul aka? Erkaklar paypog'i Ha. 3000 so'm qalini. Qalini 3000 so'mdan. Mana. Mana. 30 ming pachkasi. Xullas aloqaga chiqaverasizlar. Ko'proq olganga dastavka ham qilib beraverasiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 7 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti.